Ro'yi jihatda kuchlik odamlarning 4 xil aloydiligi. Ochqishliq nuqtalar. Biz har kuni ma'naviy kuchimizni namoyon qilib turamiz. Biz texnik katta nishonlarni ishga oshirish uchun o'z ro'yitimizga qancha cho'nqur cho'kishga intilsak, ro'yi jihatda shuncha kuchli bo'lamiz. Ma'naviy kuchingizni va umumiy shodxo'ramligingizni oshirish uchun ro'yi jihatda kuchli insonlarning 4 xil aloyidligini o'zingizda mujassamlashtirishga tirishing. Biz zo'r qiyinchiliklarga tez bitmasdan favqulodda ishlarni vujudga chiqargan kishilarni sifatlashda doim ro'yi jihatda kuchli degan iborani ishlatamiz-yu, o'zimizni sifatlashda bu iborani kamdan kam ishlatamiz. Bu balkim o'z kamchiliklarimizni aniq bilganligimizdan yoki muvaffaqiyatlarimizning voy deb ketkuchiligi yo'q deb qaraganligimizdan bo'lishi mumkin. Ammo ma'naviy kuchning nurg'un shakllari va turlari bor. Agar biz diqqat qilsak va qayerga nazar solishni bilsak, har kuni ham vujudimizdagi, ham atrofimizdagi boshqa kishilardagi ma'naviy kuchga shohid bo'la olamiz. Masalan, sizning uyg'onganda to'lima og'irlik his qilgan, ammo xizmatga kechikishni xohlamag'achqa yanada kiyimlaringizni kiygan vaqtlaringiz bo'lganmi? Yoki siz ishga mangan yo'l ustida qatnash qistongchiligida qilib, allakimlarni qarg'amoqchi bo'lgan vaqtingizda balalaringiz orqa o'rindiqda bo'lganligi uchunla bunday qilishdan voz kechib baqqanmi? Yuqorqi ikkala ishni qilishga ma'naviy kuch ketadi. Halbuki kishidan ma'naviy kuch talab qilindigini nuqul salbiy kayfiyatlarla emas, siz o'zingizga qartilgan maqtash, ta'riflashlarni, ya'ni o'zingizni kamsitganligingiz qatorliq sabablar tufayli avtomatik nazardan saqit qilib etmay, haqiqiy turda qabul qilib baqqanmi? Yoki dilg'ul bo'lishingizga qaramasdan jo'ringizning ko'ziga mehr bilan qarab baqqanmi? Bu ham ma'naviy kuchning ifodasidir. Har qatim siz texnik katta ishlarni ishga oshirish uchun o'z ro'yitingizga texnik cho'nqur cho'kish istagingizni ifodalaganingizda ma'naviy kuchni namoyon qilgan bo'lasiz. Siz buni qancha ko'p qilsangiz, ro'yi muskullaringiz shuncha bak taraqqiy qiladi va kelgusida nishonga binoan harakatga o'tish iqtidoringiz shuncha kuchayadi. Albatta, ro'yi jihatda kuchli bo'lish uncha oson va oddiy bo'lmasdan, bu jarayon nurg'unlagan inchika halqalarga to'lgan. Shundaqla u sizdan shu jarayonda o'zgacha aloyidliklarni yetildirishni talab qiladi. Konkret qilib aytganda, bu jihatda 4 xil aloyidilik eng gavdalik bo'lib, siz bulardan har qanday birini o'zingizga hozirlasangiz, ma'naviy kuchingizni emas, umumiy shodxo'ramligingizni oshira olasiz. Balkim siz bu aloyidiliklarning ba'zilarini allaqachon o'z vujudingizda ko'rgan bo'lishingiz, yana ba'zilar bo'lsa sizga tamoman yo'chin tuyulishi mumkin. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, tövendeki tizimlikni o'zingizni baholaydigan o'lcham emas, balki yuksalish fursati deb qarag'aysiz. Ro'yi jihatda kuchli kishilarning 4 xil aloyidiligi. Birinchi, ular yangi mumkinchiliklarga ochiq muomala qiladi. Ro'yi jihatda kuchli kishilar bir liniyaga yepishib olmaydi. Ular qandaq o'ylash, his qilish yoki tadbir qo'llanish, qandaq odam bo'lish, zehnini nimalarga markazlashtirish yoki nimalarga ko'ngil bo'lish kerakligi to'g'risida shaksiz e'tiqodiy, ilmiy va axloqiy asosi bo'lmagan dastlabki ko'z qarashga eslab olmaydi. Ro'yi jihatda kuchli kishilar o'zlari bekitib olgan aniq ilmiy asosi bo'lmagan qoidalarga qarig'ularcha eslab olishning o'rniga texmi ochiq keladi. Texmi erkin tanlay oladi va yangi mumkinchiliklarni bayqash ehtimolligi texim yuqori bo'ladi. Ular bir vaqtda o'xshamagan o'ylarga ega bo'la oladi. Avtomatiklashgan tafakkur ularga ayrilishni talqin qilganda u joyida mustahkam tura oladi. Mazkur tafakkur bir narsaga ching yepishib olishni talqin qilganda bo'lsa, u o'sha narsadan voz kecha oladi. Ular mushxil tafakkur va qilmish odati sababli texmi keng doirlik kechmishlarga mayli ko'ngillik yoki ko'ngilsiz bo'lsin, tirkishish yoki yepishishdan xoli holda to'g'ri muomala qila oladi. Endi mengizning bu uchurlarni qandaq bir taraf qiladiganligiga diqqat qiling.
Chunki kishi asalla "Men cho'qim yangi ehtimolliklarga ochiq muomala qilishim kerak" degan qiltaqqa tushib qoladi. O'z tafakkuringizga bo'ysunishning o'rniga o'sha xiyolning ang bo'shlig'ingizda qanday qanotlanganligiga diqqat qilolmaydiganligingizga qarab beqing. Shundaqla uningga ergashmasdan, uning ang bo'shlig'ingizda mavjud bo'lishiga yo'l qo'ying. Siz yangi ehtimolliklarni sinash bilan bir vaqtda uni cho'qim bo'ysunish kerak bo'lgan qoidaga aylantirib olmang. Ikkinchi, ular qarg'a keladigan choralarni tanlaydi. Ro'yi jihatda kuchli kishilar yangi taktikalarni qabul qilishga ochiq muomala qilib qolmasdan doim eng qarg'a keladigan chorani tanlaydi. Bu anglamoqqa to'lama oddiy tuyulishi mumkin, lekin bu alaydilik bir qancha xil tarmoq mahoratlarni o'z ichiga olgan. Ishni yangidan boshlag'uchilarga nisbatan obekit mayli u nishonlaringiz yoki texmi cho'nqur qatlamliq qimmat qarashlaringiz bo'lsin, bilish zarur. Har ikki xil ahvolda yo'nalishingiz cho'qim ochiq bo'lishi kerak. Shundaq bo'lganda siz ishning dastlabida tirishishning nimadan derak berdiganligini bilalaysiz. Buningdan sirt bu yana muayyan darajadagi o'zlik ingi bo'lishni talab qiladi. Shundaq bo'lganda siz o'zingizning haqiqatan nishonga yiqilishayotganligingizni yoki o'zingizni aldayotganligingizni bilalaysiz. Nishoningizni oydinlashtirish xususida maxsus tarbiyalangan ro'yi sog'lomlik mutaxassisi bilan hamkorlashishingizni tavsiya qilaman. Chunki siz asalla texmi cho'nqur nishonlaringizni va qimmat qarashlaringizni unutib qilishingiz yoki hech qanday ilgirlayolmagan turuqliq ilgirlayapman deb qarab qilishingiz mumkin. Agar damonliqqa bunday qilish imkoniyatingiz bo'lmasa, ishonchli odamning yordamida nishoningizni ko'zdan kechirib chiqishingizni va yoki uskunlar orqali obyektiv fikr elishingizni tavsiya qilaman. Unumli holda ilgirlash uchun ishonchli inkas sistemasining bo'lishi to'liq muhim. 3. Ular utuqliq odatlarni yetildiradi. Siz ilgari o'zni yuksaltirish to'g'risidagi maqolalarni o'qib baqqan bo'lsangiz, tövanda nima deyildiganligini pamlab bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Ro'yi jihatda kuchli bo'lish tasodifiy vujudga chiqadigan ish emas. Aksicha, siz o'zingizni tanlagan nishoningizga qarab ilgiriladigan tarzda sijil harakat qilsangiz, ondan ro'yi jihatda kuchli odam bo'la olasiz. Bu yerdagi muhim nuqta sijillikdir. Chunki biror qitimliq urinish mutlaq ko'p qism hollarda uzun muddatlik unum yaratolmaydi. Faqat muvaffaqiyatlik harakatlarni odatga aylantirganda, ondan ma'naviy kuchingizda, hatto butkul hayotingizda o'zgarish hosil qila olasiz. Menchi siz ishni asta-asta boshlang. Oldi bilan har kuni asta yugurish degandek ma'lum bir ishni tanlang. Ondan uni texmi kichik bo'laklarga ayring. Uni shu qadar kichik bo'laklarga ayringki, uni qilmaslik sizga bema'ni tuyuladigan bo'lsin. Masalan, har kuni 1 minut asta yugurib, ondan uyingizga qaytib keting. Bu yerdagi muhim nuqta orzu qilingan oxirgi natijaga emas, balki sijillik shakllantirishga kuchishdir. O'zingizga 10 kunlik xiris vazifasi topshirib, har kuni sizni olg'a siljitadigan ba'zi ishlarni qiling. Bu tirishchanligingizda muayyan darajada sijillik hosil qilgandan keyin asldagi cho'ngroq nishonga yugurish qilsangiz bo'ladi. 4. Ular o'z muhitiga moslasha oladi. Eng oxirida ro'yi jihatda kuchli kishilar o'z muhitiga moslasha oladi. Ular harakatga o'tish uchun mukammal sharoitning vujudga chiqishini kutib turmaydi. Shundaqla ular yana unumining qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'z urinishlarini qarg'ulacha davomlashtiravermaydi. Aksicha, ular nihoyatda jonliq keladi. Ular mavjud sharoitning talab taqozolarini va o'zining chomisini to'g'ri pamlab, ondan o'z harakatlarini va umidini shuningga mos holda tangshaydi-da, shu orqali mavjud ichki tashqi sharoitlarni nazarda tutgan holda davomli real saviyada o'z nishonini ishga oshirish uchun tirishadi. Ma'lum bir xil ahvoldagi to'g'ri tanlash yana bir xil ahvolda ofat xarakterlik tanlash bo'lib qilishi mumkin. Masalan, agar siz mashinani belgilangan sur'atdan oshirib haydasangiz,
o'zingizni va boshqalarni yoralanish, hatto o'lim xavfiga uchratgan bo'lasiz. Halbuki mashinada jiddiy qutqizishga ehtiyojli bir aylan bo'lsa, uni eng yaqin doktorxonaga opirish uchun sur'atni imkon qadar tezlatish eng to'g'ri tanlashdir. Xeyli ko'p hollarda nimaning to'g'ri ekanligi shu chog'dagi orqa ko'rinishga qarab belgilanadi. Ro'yi jihati kuchlik insonlar buni to'g'ri tunib yetib, o'zini takror tangshab turadi.